Bemorda 4 yildan beri bepushtlik kuzatiladi. Bemor turli xil muolajalar olgan, muolajalar effektiv bo'lmagan hamda truba rentgenini o'tkazgan holatlarida bachadon, trubalar hamda tuxumdonlardagi spaykalar, ya'ni to'siqlarni rentgenda aniqlangan. Bugungi operatsiya uchun bemor tayyorlandi va laparoskopiy usulda bu spaykalar yechishga harakat qilamiz. Bemorni qorin bo'shlig'iga kirganimizda buni trubasi va tuxumdonlar orasida bachadon naylari, ya'ni tuxumdonlar orasida har xil chandiqlar, spaykalar va bu spaykalar homilani bachadon nayiga, spermani bachadon nayidan tuxumdonga o'tishiga to'sqinlik qiladigan asosiy faktorlardan biri hisoblanadi. Peritubarniy spaychniy protsessda laparoskopik yo'l bilan spaykalar barchasi olib tashlanadi. O'rniga spaykalar qayta hosil bo'lmasligi uchun ochilgan, svobodniy holatda, bo'sh holatda turgan bachadon naylarini qayer ajratilgan spaykalardan bo'lsa o'sha joylarga, ya'ni gialuronoviy kislota tarkibli gel quyib boriladi, qayta spayka hosil bo'lmasligi uchun. Operatsiya vaqti o'rtacha 40 minutdan 1 soatgacha davom etishi mumkin. Bu spaykalarning ko'pligi yoki ularning bitishmalari ancha yildan beri hosil bo'lganligiga bog'liq hisoblanadi.